Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Biz Suez Buxoroga kelganmiz. Bilasizlar, o'tgan safar video qiluvdik. Buxoroga kelib, juda zo'r skidkalar, foydalangizga ancha mashinalarni arzonga berib yuborishayotgan edi. Bu safar ham undan ham ko'proq foydaga mashinalarni olishingiz mumkin. Skidkalar, bonuslar juda ko'p qulayliklar sizlar uchun yaratib qo'yganlar. Albatta, hozirgi videorolikimizda bularning hammasini albatta sizlarga aytib o'tamiz. Faqat oxirgacha ko'rib, likelar bilan podpishka qilsangiz bo'ldi, do'stlar. Bu mashinalarni hozir ichlarini ko'rib chiqdim. Do'stlar, va shu komfortning eng yuqori cho'qqisi shunda bo'lsa kerak. Ishonmasangiz oxirgacha ko'ringlar. Eng zo'rini aytaman, o'zimizda ishlab chiqaryapti. Zapchastlarda umuman muammosi yo'q. Xullas, bularni faqatgina olib maza qilib haydash kerak. Videoni oxirgacha ko'rib, likelarni bosing, biz boshladik. Do'stlar, biz boshladik. Biz Suez Buxoroda Adizbek akamiz bilan birgalikda bugungi yangiliklarni tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamaysizmi? Sizlar bo'lyaptimi? Aka, o'tgan safar videolar qildik, skidkalar, xullas juda ko'p qulayliklarni aytib beruvdingiz. Bugun ham zo'r bo'ladimi inshaalloh? Albatta, yangiliklarimiz juda ham ko'p. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli A1 kanali obunachilari. Hammangizni Suez Buxoro avtosalonida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Videoni boshlashdan oldin manzilimiz haqida ma'lumotni berib o'tsak-da. Xo'p, bizning manzil Buxoro shahar Gazli shoh ko'chasi 500-uy, ya'ni Gazlinskiy shosse. Xo'p, Xorazmdan kelishgacha Karvon bozor chorrahadan o'tib taxminan 1 kilometr o'ng qo'lda Jizzax hamda Samarqanddan kelayotgan yurtdoshlarimiz uchun xuddi shunday Karvon bozor chorrahadan chapga qayrilib 1 kilometr o'ng qo'lda, Qarshidan kelayotgan mijozlarimiz uchun Gazlinskiy shosse Guliston restoranidan o'tib birinchi qayrilish o'ng qo'lda 300 metr Suez Buxoro rasmiy avtosaloni hamda Jitur Buxoro avtosaloni yonma-yon. Xo'p, Ruslan aka, qolgan ma'lumotlarni berishni boshlasak, aynan hozirda barcha mashinalarimiz nalichida bor va barcha ranglarni tanlab olish imkoniyatiga egasiz. Ko'rib turganingizdek, barcha mashinalar nalichida bor va barcha ranglari bor. Qolgan ma'lumotni avtosalonda berib o'tamiz. Xo'p, Ruslan aka, avtosalondagi mashinalarni bir boshdan tanishtirib o'tamiz aka. Xo'p, aka, birinchi bo'lib bitta savol beraman aka. Nima uchun aynan Buxorodan yurtdoshlarimiz kelib Suez avtomobillarni xarid qilishi kerak? Nima qulayliklari bor boshqa joylarga nisbatan? Ana endi shu haqida ma'lumot berib o'tsam, aynan Suez modellari O'zbekiston bozorida birinchi bo'lib Buxoro Suez avtosalonidan boshlagan va aynan Suez Buxoro avtosaloni hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha yagona rasmiy diler va barcha imtiyozlariga ega va eng asosiysi servis xizmati hamda ustalari, barcha xizmat turlari bor. Juda yaxshi. Bir boshdan aka avtomobillarni xarakteristikалari bilan tanishtirib o'tsak, keyin aka skidkalar, bonuslar bo'lyapti-da, xudo xolasa. Albatta, albatta. Uzoq kutilgan yangiliklarimiz bor. Hammasini batafsil ma'lumotini bir boshdan berib o'tamiz. Avvalambor modellarimiz haqida qisqacha ma'lumotini aytib o'tsam, Suez modellari xo'p, bu 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi va eng asosiysi bu modellarimiz premium class va Euro standart. Ya'ni Yevropa talabiga butunlay javob bera oladi va eng asosiysi zamon talabiga javob berayotgan barcha funksiyalariga ega. Va tan narxlari hamda to'lov usullari. Xo'p, ana endi qarang. Southwest S07 modellarimiz sotuvda 2 xil komplektatsiyada, ya'ni komfort hamda luxury. Bu birinchi, ikkinchi pozitsiyalar hisoblanadi. Bularning asosiy farqi dvigatelida hamda salonidagi funksiyalarida. Aynan qanaqa funksiyalari bor aka? Endi aka, boya aytganimda zamon talabiga javob berayotgan barcha funksiyalari bor aka. Buni video davomida barchasini tanishtirib o'taman. Xo'p, aynan hozir ana shu ko'rib turgan komplektatsiyamiz bu Southwest S07 ni topoviy komplektatsiyasi hisoblanadi, ya'ni bu full varianti. Buni dvigateli 1.6 litr ob'yomdagi GDI hisoblanadi. Shunda kapotda edi 197 ta o't kuchi mavjud.
Ana endi eng qiziq joyi shundaki, shahar ichida, ya'ni городской siklda 8 litr rasxod qiladi. Va yana qo'shimchasida propan o'rnatsangiz yoki propanda harakatlanaman desangiz, shaharning ichida 6 litr, 6,5 litr rasxod qilib beradi sizga bu mashina. Shuncha gavdasiga, shu gavdasiga. Oho, juda ekonomik ekan do'stlar. Mashinamizni tashqi ko'rinishi haqida ma'lumotini berib o'tsam, qisqacha qilib. Tashqi ko'rinishi juda ham brutalli hamda agressiv ko'rinishga ega. Va eng asosiysi, ko'pchilikni o'ziga jalb qilayotgan tomoni shundaki, aynan Swiss modellarida Li7, Li9larga o'xshagandek mana qosh bilan jihozlangan. Qarang. Va 3D zamonaviy reshotka hamda proyeksionli linzaviy optik faralar bilan jihozlangan. Ya'ni bu faralar matritsali hisoblanadi. Ishlash prinsipi juda ham aqlli. Dalni chirog'i 300 metr, 350 metrgacha yo'l yoritib beradi. Strechkada dalni bilishni avtomatik tarzda o'ynaydi o'zi. Va oftob botganda yoki tunnelga kirganda o'zi avtomatik tarzda yonadi. Yana qo'shimchasiga pavorotlarni rulni qayirganingizda mashinadan oldin pavorotni yoritib bera oladi. Ya'ni pavorotni nazorat qilib, bemalol pavorotga kirsangiz ham bo'ladi. Va 540 gradus kamera. Oho, ana. 540 gradus bo'ladi Swiss modellarida. Hamda qo'shimchasiga samotarmashini bor. Ya'ni to'satdan yo'ldan peshixod bo'ladimi, velosiped bo'ladimi, mashina bo'ladimi, mashina masofa saqlab avtotarmashini beradi. Juda yaxshi. Aka, buni necha xil rangi bor hozirda? Hozirda S07 hamda S09 modellarimizning har bir konvertida 7 xildan rang ajratilgan. Xohlaganidan maqsad bor. Xuddi shunday. Barcha ranglari videoni boshida aytganimdek nalichida bor. Bemalol kelib, xohlagan rangingizni tanlab olish imkoniyatiga egasiz va sizdan ortiqcha to'lov talab qilinmaydi. Ya'ni hammasi tarifning o'zida bo'ladi. Va yana qo'shimchasiga salonni o'zini, rangini ham tanlab olishingiz mumkin. O, juda zo'r-ku. Hech qayerda bunaqa nima yo'q-da. Salonni alohida bir ranglarni tanlash imkoniyati yo'q, lekin mana bu yerda bor ekan. Albatta. Salonni ichki rangi, kuzovni rangini bemalol tanlab olishingiz mumkin. Sizdan to'lov talab qilinmaydi umuman. Juda yaxshi. Xo'p, diska balonlariga kelsak, 20 dyum. Juda ham sifatli quymadan ishlangan. Ya'ni bu diskalarimiz protivudarni hisoblanadi. Yo'lda misol baland tezlikda to'satdan bir yamkaga kirib chiqqaningizda ham deformatsiya bermaydi. Ya'ni vasmyorka bo'lmaydi. Balonlari ham xuddi shunday, juda ham baquvvat. Balonlari ham 255 ga 45 20. Juda ham idealni balonlar hisoblanadi va tormoznoy sistemalari to'rtalasi ham diskiviy. Ya'ni baraban emas. Va qo'shimchasiga yana bu ham plus tomoni desak ham bo'ladi. Tormoznoy sistemani o'zida ham avtoaxlajleniya bor. Yana qo'shimchasiga dvigatelni o'zida ham avtoaxlajleniya bor. Ya'ni nima uchun rasxodi kam ekan, mashina katta degan savollar ham bo'lishi mumkin. Aynan shu savollarga javobimiz bu dvigatel yangi pokoleniya hisoblanadi. Germaniya mahsuloti hamda полностью modifikatsiya qilingan. Ya'ni bu o'zimizning yo'llar uchun hamda ekonomni bo'lishi uchun bu dvigatellar modifikatsiya qilingan. Ya'ni rasxodi ancha kam. Ya'ni optimalli. Juda yaxshi. Endi bir salonni ko'rsatsak aka. Keling aka. Salon qismini ham ko'rsataylik. Do'stlar, lekin salonni yoraverishga. Ko'ring, beskuluchoy do'stliklari sensorda 8 metrgacha masofa sezadi. Mashinadan 8 metr uzoqlashganingizdan keyin mashina avtomatik tarzda qulflanadi. Va slipoy zonalari bor. Marhamat. Bu salonchasi vashshi dahshat ekan, aka. Salon juda ham idealli. Ya'ni bu полностью koja salon hisoblanadi. 80% koja hisoblanadi. Va ana shu 80% kojani hisobidan zavodskoy 50% shuma izolyatsiyasi bor. Gap yo'q. Keyin alohida bir e'tibor bersak, salonni dizayni aynan shu Mercedes dizaynda kollaboratsiya qilingan. Полностью hamma yo'q koja, ha? Xuddi shunday. Ko'rishimiz mumkin. Juda chiroyli ishlangan ekan. Eshik apshifkalariga alohida e'tibor bersak, juda ham sifatli kojadan ishlangan. Boya aytganimdek, Mercedes dizaynda aynan shu sidena regrovkalari shu eshigimizda bo'ladi. 3 kishiga mo'ljallangan sidena xotirasi hamda isitish, sovutish tizimlari bor. Hamda salon akustikasi bu Sony hisoblanadi. O'sha biz bilgan yoshlikdagi Yaponiya kompaniyasiga tegishli Sony. Salon bo'ylab 8 ta kolonka bilan jihozlangan. Va yana qo'shimchasiga xavfsizlik darajasi ham juda ham baland va salon bo'ylab 8 ta aerobag bilan jihozlangan, albatta.
Xo'p, rulimizga kelsak, rulimiz elektrousilining hisoblanadi. Bu oddiy gidrolika yoki-da oddiy elektronika emas. Ya'ni elektronli rul emas, bu elektrousilining hisoblanadi. Xo'p, aynan qarang, rulni o'zida isitish tizimi bor hamda rulda ikki xil rejim bor. Ya'ni bu komfort hamda sport. Rulda shuni nima qilsa bo'ladi? Ha, rulni o'zini rejimini ham almashtirsangiz bo'ladi va mashinani o'zini rejimi ham bor, eko, normal, sport. Ya'ni sportda hozir endi shunda sal qattiqroq bo'ladi, shunday bo'ladi-da. Ha, rul og'irlashadi. Og'irlashadi. Xuddi shunday. Ancha qulaylashadi. Endi skorusi baland bo'lgan sari, ya'ni skorusi baland bo'lgan taqdirda ham rul og'irlashadi. Juda. Ya'ni adaptatsiya qilinadi. Monitorimizga kelsak, monitorimiz splashnoy hisoblanadi. Xo'p, 12.3 dyum. Bu monitorimizda Apple CarPlay hamda Android Auto bor. Bemalol telefoningizni ulab, Yandex kartani ko'rsangiz ham bo'ladi. Xo'p, mana endi 3 zonali iqlim nazorati полностью rusifikatsiya qilingan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hamda o'zbekcha perevodi ham bor. Ya'ni 3 zonali iqlim nazorati. Hozirda bu ya'ni ikkinchi zona hisoblanadi, 3-zona orqa qatorda hisoblanadi. Беспроводной zaryadniki 50 Вт, скоростной bu. Xo'p, bunda barida холодильники bor va elektron ruchnik avtoholdlari ham bor. Yana qo'shimchasiga video registrator hamda salonda diktofoni ham bor. Va eng asosiysi 1,5 kvadrat panorama tom. Juda katta. Juda ham katta, juda ham bahaybat panorama tom. Gap yo'q ekan. Xo'p, ana endi Ruslan aka tan narxi bilan tanishtirib o'tsak. Xo'p, Ruslan aka tan narxiga kelsak, hamda to'lov usullarini ham qisqacha ma'lumotini berib o'tsak, aynan shu to'ychog'imizning tan narxi hozirgi kunda 403 million. Barcha to'lov usullari mavjud endilikda. Xohlang naqd, avtokredit, перечисление, рассрочкасы ham bor. Rassrochkaga qancha to'lash kerak aka? Boshlang'ich 50% bilan bitta pasport evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Bemalol kelib, o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Xo'p, ana endi bu komplektatsiyamiz Southwest S07 ni birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Bu komfort varianti. Buni dvigateli 1.5 litr объемdagi MPI hisoblanadi. Aynan shu komplektatsiyamizda metan propan 100% tushadi. 100% ha? 100% tushadi, 1 grom benzin qo'shmaydi va shahar ichidagi rasxodi 7 litr. Benzinning o'zida aka Spark rasxodini qiladi. Ekonomik ekan aka. Qarang, endi hozir metan, propan gaz haqida gap ketdi. Garantiyasi qanday bo'ladi aka? O'zlari o'rnatishsa yoki aka qarang. Kafolati 200 ming kilometr yoki 6 yilgacha. Agar siz Suis Buxoro servisini o'zida propan o'rnatsangiz, kafolati o'ziga turgan holatda yana 1 yil propan ustanovkasiga ham kafolat qo'shib beriladi. Gap yo'q. Xo'p, aynan bu komplektatsiyamizni full komplektatsiyadan farqi videoni boshida aytganimdek, dvigatelida hamda salondagi funksiyalarda. Bu komplektatsiyamizning tan narxi 364 million. Aynan shu komplektatsiyamiz ham barcha to'lov usullari bilan olib chiqsa bo'ladi. Naqd, avtokredit, перечисление, рассрочка barchasi bor. Bemalol kelib, atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Xo'p, S09 modellarimizni bir boshdan tanishtirib o'tsam, S09 modellarimiz 4 xil komplektatsiyada hozirda sotuvda mavjud. Ya'ni bu S09 birinchi pozitsiyasi komfort hamda S09 ikkinchi pozitsiyasi premium. Aynan shu aytib o'tgan komplektatsiyalarim bular benzinda harakatlanadi. Xo'p, bular tan narxi Southwest S09 ni birinchi pozitsiyasi komfortni tan narxi 403 million. Southwest S09 ni ikkinchi pozitsiyasi premiumi 429 million. Aynan bu komplektatsiyalarimiz, ya'ni bu modellarimizda ham rassrochkalari bor. Boshlang'ich 25% to'lab 1 yilga, boshlang'ich 50% to'lab 2 yildan 3 yilgacha foiz penalarsiz bitta pasport evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Xo'p, S09 modellarimizni gibridlariga kelsak, S09 modellarimizni gibridi 3-pozitsiyasi Prosini tan narxi 474 million 400 ming so'm. Aynan shu komplektatsiyamizda ham barcha to'lov usullari bor, naqd, avtokredit, перечисление, рассрочкасы ham bor. Aka, endi bu bilan uni farqi nimada endi? Funksiyalarda bu. Qarang aka, S09 ni gibrid bilan benzinlikning farqi aynan gibrid aka ham benzinda ham tokda harakatlanadi. Endi bu zamon talabi hisoblanadi aka. Xo'p, zapas xodi городской siklda shaharning ichida 100 kilometrdan 120 kilometrgacha aka.
Oho, juda yaxshi. Qarang, qulayligi. Polni bak bilan 1200 kilometr bemalol yurib beradi sizga aka. Bemalol. Bak hajmi 60 litr bo'ladi shunda. Xo'p, bunda zamon talabiga javob berayotgan barcha funksiyalar bor va eng asosiysi uy sharoitida quvvatlashish juda ham soddalashtirilgan. Ya'ni bunga agregat o'rnatish kerak emas, stansiya o'rnatish ham shart emas. O'zi misol komplektatsiyasida 6 kilovatlik kabel bo'ladi. Ya'ni 6 kilovatlik kabel bilan uyga, ya'ni uy sharoitida 3 kilovatga siz agar quvvatlasangiz 210 minutda to'ladi, 3,5 soat tashkil etadi. Faqat bitta zazimleni tortish shart. Oddiy 220 da bemalol zarar beradi. Xuddi shunday va yana bir tomoniga alohida e'tibor bersak, aynan bu gibrid modellarimizni 1.5 litr ob'yomdagi turbo dvigatel bilan jihozlagan ekan. Bironta gibridda turbina dvigatel bo'lmaydi aka, lekin aynan Swiss modellarini S09larida gibridda ham aka turbinalik motor bor. Bu nima degani aka? Aynan bu turbinalik motor aka uzoq yo'lga mo'ljallangan, ya'ni bu shaharning ichiga yurayotgan aka, bu power bank emas. Endi o'zimiz tilga aytsak, bemalol aka Rossiya borasizmi, Qozog'iston borasizmi, Yevropa borasizmi aka, o boradi, ketiradi aka. O'zini klassiga mana degan cho'yini ichiradi aka. Gap yo'q lekin. Ayniqsa. Ana endi aka aynan shu rangiga alohida e'tibor berib o'tsak aka, hozir shuni so'ramoqchi edim. edim. Ha, shunday. Rangi aka Mountain Grey deyiladi. Endi bu aka hozirgi o'sha yana Li modellarga qaytamiz. Aynan shu ranglar Lilardagidek aka. Yana bu topdagi, trenddagi rang hisoblanadi aka. Bu temno-ziloniy o'zimizning tilda. Oftobda yashil tovlanadi, soyada qora tovlanadi. Ya'ni perlamotiv aka bu. Lekin menga aka rangchasi bor, yomon yoqdi-da ana shu. Xuddi shunday. Endi Ruslan aka aynan bu ranglarimiz 1-2-3 oy oldin ochirada to'lov asnosida kelardi, hozirda analichida ham bor. Lekin soni cheklangan, ulgurib qolishlarini so'rab qolamiz. Gap yo'q. Aka xohlagan modelida nalichda bor, hozir. Albatta. Xohlagan modelingiz bor. Xo'p, ana endi S09 ning Maxi topoviy komplektatsiyasining tan narxi 494 million. Marhamat. Ko'rinishni ko'raylar, qanday derskiligini akalar. Mana shu yorishgan. Marhamat. Aynan mana shu, ha? Aynan shu komplektatsiyamiz Max komplektatsiya hisoblanadi, topoviy eng full komplektatsiyasi hisoblanadi aka. Xo'p, ana endi savollar bo'lishi mumkin. Pro bilan Max ning farqi nimada? Asosiy farqi deyarli bo'lmaydi bu komplektatsiyalarimizda. Salonning ichidagi 3 ta 4 ta funksiyalarda farqi bor. Keling o'shani sanab o'taylik. Xo'p, birinchi farqi. Bu salon podsvetka hisoblanadi. Ya'ni har ikkalasida ham podsvetka bor, faqat bu Max komplektatsiyasidagi podsvetkani xohlagan rangga o'zgartirishingiz mumkin. Necha xil rangi o'zgaradi aka bu? Endi qancha rang bor aka? Hammasida bor. Hammasidan bor. Aynan rang tanlash imkoniyati cheklanmagan. Barcha rang mavjud. Aynan bunda ham o'sha ranglar bor. Ikkinchi farqi pomidsideniya hisoblanadi. Bunda 3 ta ekan-a? 3 kishiga mo'ljallangan albatta. Uchinchi farqi. Marhamat. Tepadan orqa har ikkala qator uchun tepadan berilgan aka deflektorlar. Deflektorlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni uzoq yo'lga yursalar, xuddi shunday maza qilib ketishadi. Xuddi shunday. Xo'p, 4-farqi bu distansionni bagajni ochish hisoblanadi aka. Aynan shu mashinaga yaqinlashganingizdan keyin shu nuqtaga oyog'ingizni bosgan holatda bagaj o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Aynan shu funksiyalarida farqi xolos. Zapas xodi, dvigatel, yongislari mutlaqo bir xil. Xuddi shunday. Lekin aka, ana shu salon menga juda yoqdi, lekin boshqacha qilingan aka. Uni bitta ko'ringlar o'zingiz, qanday bir yorqin ranglar, bitta odamga bir ko'ziga yoqadigan ranglardan. Ko'jalarga alohida e'tibor bering-da Ruslan aka. Bu ko'jalar napa ko'ja hisoblanadi. Endi bu zamon talabi, eko ko'ja emas. Alikantaro bilan kombinatsiya qilingan hamda perforatsion hisoblanadi aka. Ya'ni siz shu rangni tanlagan holatda ham 1 so'm to'lov qilib o'tirmaysiz aka. Ya'ni boya aytganimdek tarifni o'zida biladi aka. Gap yo'q lekin. Yaxshi yo'qdi lekin. Zo'r. Xullas, to'lov usullari bunga ham shunaqa qilsa bo'ladi. Xuddi shunday. Aytganingizdek. Ya'ni to'lov usullari aynan Swiss Buxoro rasmiy avtosalonida barchasi bor. Rassrochka deysizmi, muddatli to'lov, halol nasiya, avtokredit, naqd, перечисление barchasi bor.
Faqatgina Suyist Buxoro avtosaloniga kelish kerak, ko'rish kerak. Va yana Suyist Buxoro rasmiy avtosalonida trading xizmati mavjud. Ya'ni avtomashinangiz bor, almashtirmoqchisiz, yangisini minmoqchisiz. Bemalol Suyist Buxoro avtosaloniga tashrif buyurasiz. Mashinangizni bizga topshirasiz, ya'ni biz mashinangizni bozor narxida xarid qilib olamiz va siz shu asosida bizdan avtomashina xarid qilib olishingiz mumkin. Insof doirasida. Va Suyist Buxoro rasmiy avtodillerlik salonida test drive xizmatlari ham bor. Ya'ni siz avtosalonimizga tashrif buyurib, xohlang S07, xohlang S09, xohlang S09 gibrid modellarini haydab ko'rishingiz mumkin. Sizdan 1 so'm pul talab qilinmaydi, faqatgina sizdan talab qilinayotgani bu fuqarolik pasporti hamda haydovchilik guvohnomasi. Va yana bir qiziq ma'lumotimiz, viloyatdan kelayotgan mijozlarimiz, mehmonlarimiz uchun tekin mehmonxona, buxorocha osh, zavtrak bo'ladimi, obed bo'ladimi, ujin bo'ladimi, hammasi o'zimizdan, parok, pollik o'zim so'rab kelayotgan. Yana bitta idealni bonusini ham qilib beraman. Gap yo'q. Yana qo'shimchasiga, bu hali hammasi emas. Suyist Buxoro avtosaloni modellari uchun 26 milliondan 60 milliongacha chegirmasi ham bor. Hamma modellar. Hamma modellar, endi aytib o'tirmayman aynan qaysi, lekin 26 milliondan to 60 milliongacha chegirma modellarida bor. Gap yo'q. Bu uchun siz pastdagi nomerlarga murojaat qiling yoki kommentariya pastida plus belgisini qoldiring. Grafik desangiz, menejerlarimiz grafikini ham to'shab berishadi. Ma'lumot so'rasangiz, ma'lumotini ham yana batafsil tushuntirib berishadi, albatta. Juda yaxshi. Aka, kattakon rahmat sizga bergan ma'lumotingiz uchun. Albatta, A1 kanal obunachilari uchun albatta chiroyli narxlarda qilib beramiz, kelishsa. Albatta, tashrif buyurishsin. Nima deb qolardik? Suyist Buxoro avtosaloniga hammangizni kutib qolamiz. Suyist Buxoro avtosalonida barcha xizmatlar bor. Servis deysizmi? Xo'p, gaz o'rnatish deysizmi? Barchasi bor, barcha mutaxassislari ham bor va eng asosiysi xizmat ko'rsatish a'lo darajada. Endi Buxoro xalqi bu mehmon xalq deysiz, albatta. Xo'p, yana bir ma'lumotini berib o'tsak, aynan hozirda bizda mashina sotib olgan har bir mijozimiz lotereya hududidan sovg'a tanlab olishlari kerak bo'ladi. Aynan shunaqa hozir aksiya ketibdi. Aynan shu joy lotereya hududi hisoblanadi. Suyist Buxoro avtosalonidan mashina xarid qilib olganingizdan keyin Abu Dabiga 2 kishilik chiptani ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Aynan shu konvertlarimizning birida shu chiptalar bor. Undan tashqari yana boshqa sovg'alar ham bo'lsa kerak, aka? Albatta, bu konvertlarimiz hammasida sovg'a bor. Bu sovg'alarimiz oddiy sovg'a emas, ya'ni zavod, ya'ni Suyist zavodning o'zidan kelayotgan sovg'alar hisoblanadi. Bir konvertni tanlaysiz, chipta bo'lsa chipta, sovg'a bo'lsa sovg'a sizniki, albatta bonuslari bilan birga. Yo'q, juda zo'r ekan. Do'stlar, xullas quruq qo'l bilan ketmaydi. Xuddi shunday ham sovg'a bilan olib ketadi. Albatta, endi bu avvalambor xalqimizga qulay bo'lsin degan maqsadda Suyist Buxoro yangilik qilishda to'xtamaydi. Hammangizni Suyist Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Tanlovda adashmang. Rahmat aka, kattakon. Charchaman.